Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala hayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Azizler, ushbu suhbatimizda Laylatul Qadr kechasi haqidagi hadislarni o'rganamiz. Laylatul Qadr so'zining lug'aviy ma'nosini biroz tushunib olishimiz o'zimiz uchun ham, hadislarni tushunishimiz uchun ham foydadan xoli bo'lmaydi degan umiddamiz. Laylatul Qadr degani Qadr kechasi degani. Qadr kechasini Qadr so'zida ikki xil ma'no bor. Birinchisi qadri ulug' kecha degani bo'lsa, ikkinchisi taqdir kechasi deyiladi. Laylatul Qadrni qadri ulug' kecha bo'lishi Alloh subhanahu va taolo bu kechani yil davomidagi bir yilda bo'ladigan barcha kechalardan fazilatli, qadri ulug' bir kecha qilib qo'yganidandir. Laylatul Qadr kechasining taqdir kechasi deb atalishi Parvardigori olam xuddi shu kechada o'z maxluqotlarining bir yillik taqdirlarini belgilaydigan kecha bo'lganligidandir. Shu sababdan ham bu kecha ulug'lanadi. Bu kecha to'g'risida Qur'oni Karimda alohida Qadr surasi deb nomlangan bir sura nozil qilingan va bu kecha haqida Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomdan ko'plab hadisi shariflar vorid bo'lgan. Ana o'sha hadislarda Payg'ambar alayhisolatu vassalomdan bu kechani qadri, qachon ekanligi, qanday bo'lishi kabi to'g'risidagi ma'lumotlarni o'rganamiz. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu anin nabiy sallallohu alayhi va sallam qala: Man qama laylatal qadri imanan va ihtisaban g'ufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ravahul khamsatu. Nabiy sallallohu alayhi va sallam 5 buyuk imom, Imom Buxoriy, Imom Muslim, Imom Abu Dawud, Tirmizi va Nasai'lar ulug' sahobiy Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadisda aytadilarki, kim Laylatul Qadr kechasini iymon, e'tiqod, yaxshi niyat bilan va savob umidida bedorlik bilan o'tkazsa, uning o'tgan gunohlari mag'firat qilinadi deydilar. Ya'ni mana shu kechani iymon bilan o'tkazib, savob umidida o'tkazish o'ziga xos bir